Sertifikat savoli, tushgan bu savol. Demak, to'g'ri burchak shaklda yer maydoni berilgan. AB 30 ga teng, BC 80 ga teng. To'g'ri burchak bo'lgandan keyin bu tomon ham 80 bo'ladi. Xo'p, aytayaptiki, mana bu yerda suv havzasi bor, shuni ariq tortib, demak, parrakacha olib kelish kerak. Demak, agar shu masofa eng qisqa bo'lsa va kam vaqt ketsa, deyapti. Toping deyapti. Umumiy qancha vaqt ketadi? Birinchi savol, keyingi savol, B savolda yesi ariq uzunligini toping deyapti savolda. Demak, keyin aytgan AY ariqni 1 soatda 3 metr qaziydi. Anaqa ishchilar deyapti. AY ariqni esa 1 soatda 5 metrdan qaziydi deyapti savolda. Endi boshlaymiz. Mana bu bo'lakni x metr deb olamiz. Demak, bizga AY ning uzunligi Pifagor teoremasiga asosan 900 qo'shilgan x kvadrat uzunlik bo'ladi. Ya'ni 30 kvadrat x kvadrat bo'ladi. Mana bu masofa. Ilzosti 900 qo'shilgan x kvadrat bo'ladi. Masofasi. Endi mana bu yerdagi masofa 80 ayrilgan x bo'ladi. Endi shuncha masofa bo'lsa, ilzoz 900 qo'shilgan x kvadrat masofa bo'lsa va u 1 soatda 3 metrdan qazisa, necha soatda qaziydi degan savol. Umumiy uzunlikni 3 ga bo'lamiz. Mana bu yerga ketgan vaqt keladi. Demak, mana shu yerdagi t1 vaqt taqsim 3 ga teng. Mana bu yerdagi t2 vaqt umumiy uzunlikni 5 ga bo'lamiz. Ya'ni 1 soatda 5 metrdan qazisa, 5 ga bo'lsak, mana bunda qancha vaqt ketganligi keladi. Demak, yozamiz. YS bizaga 80 ayrilgan x ga teng. T umumiy T1 qo'shilgan T2 ga teng. T1 ning o'rniga ilzosti 900 qo'shilgan x kvadrat taqsim 3 deymiz. Qo'shilgan 80 ayrilgan x taqsim 5 deymiz. Va vaqt ya'ni kamroq vaqt ketsin deyapti. Bu degani vaqtdan olingan hosila 0 ga tenglashtiramiz. Buni hosil olsak, darajadan hosil olamiz 1 taqsim 2 bo'ladi. Ichkaridan hosil olamiz 2x bo'ladi. 3 ko'paytirilgan darajadan 1 ni ayirsak mahraja tushadi. -1 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan x kvadrat. Xo'p, bundan hosila 1 taqsim 5 bo'ladi. Teng 0 desak, mana shundan tenglamadan ishlasak, mana 2 lar ketadi. Tenglamadan ishlasak, x teng bizaga x teng 22,5 metr degan javob chiqadi. Endi t ni qancha vaqt ketdi degan, mana shu 22,5 ni x lar o'rniga qo'yamiz, t umumiyni topib olamiz. T umumiy, hop, ilzosti 900 qo'shilgan 22,5 ning kvadrati taqsim 3 bo'ladi. Qo'shilgan 80 ayrilgan 22,5 taqsim 3 bo'ladi. Bu bizaga vaqti 24 soat chiqar ekan. Umumiy vaqt. Lekin B shartini ko'rsak, bu A shart edi. B shartini ko'rsak, demak 80 metrdan mana shu 22,5 ni ayirib tashlasak, 57,5 metr degan javob chiqadi. Misol, mana shu tartibda ishlanadi.